Bilmadim do'stlar, yana bir katta ehtimol bilan Instagramimni yopib yuboramanmi deb turibman. Lekin mana bu yangi mahsulot chiqardik, ustiga promotion ochdik, suv ishlab chiqaramiz. Majburmanda shu Instagramga kirib turishga. Chunki menimcha yetib keldikmi deb o'ylayman-da. Bizani hurmatli, juda odobli, farosatli o'zbek xalqimizga sal og'irlik qildimi deyman-da bu Instagramdagi trend degan narsalar. Og'irlik qildi. Hozir juda bir miyam qisiq qavatdan bitta qo'shiq chiqibdi-ku, unaqa o'ylamaynimi Munisa Rizayevani qo'shig'ini hozir oxirigacha eshitsanglar bir sizlarga bir dardimni aytib sochaman. Uspokоительный ichib olmanda o'zi. Hozir keyingi storiesda. Bechara haligi ba'zi bir qo'shni ochidagi opa-singillar trend ekan, trenddan qolib ketmaydi deb isterichka, manipulyatorcha ayollarni turi bor-da. O'shalar hayotida hech kim ularni xafa qilmagan bo'lsa ham, endi trenddan qolib ketmaydi deb jalab, uzr, jalab degan so'zimga bu для связки slov, ikkita so'z ulanishi bu. Kimnidir haqorat qilmayapman. Xullas, trenddan qolib ketmaydi deb hayotida hech kim bu ayolni xafa qilmagan bo'lsa ham, bu ayol o'zini xafa qildirib qo'ymagan ayol bo'lsa ham kameraga yig'lab, sveji yig'lab, 1 yil oldin, 2 yil oldin yig'lab emas. Endi ular ham bor ekan, ular yig'ib qo'ygan galereyasiga. Ular alohida mavzu, lekin sveji yig'laganlar haqida gaplashaylik. Sveji yig'lab, piyozni ko'zga quyib, onangni emmagur qo'llarida qaltirab, o'sha deb yig'lab, keyin buyog'iga yo'burchasi bilan Maldivlarga borganini qo'yadi. Nima qilamiz? Hammamiz kelishgan holatda yozamizmi? Tepadagi insonlarga yozamizmi? Hurmatli davlat xodimlari. Mana Rossiyada, Moskvada shunaqa bir dronlarning xavfidan internet, Instagram, Telegramlarni yopishdi. VPN bilan mana ishlatisha olmayapti. Iltimos, bizda dronmi nima o'shani hujumi bo'lmasa ham, osmonimiz tinch avvalambor. Allohning nazari tushgan bir mamlakatmiz. Lekin bizda boshqa narsa sabab bo'lyapti. Shu Instagramni yopib beringlar deb iltimos qilib chiqmaymizmi? Mabodo. Bunisi ovqat yesa trend deb, bunisi baliq yesa trend deb, bunisi jalab eri yo yigit urmagan bo'lsa ham qo'shiqqa trendga yetishib olay deb qaltirab qolmasa, xo'rlandim deb qilsa, bu onangni magur, bu bloger qizchalarni, bu bloger singil opalarimizni shu kungacha demak ular bizni aldashgan ekanda. Ular hamisha Mr. Xdan, Mr. Johndan, Mr. ligindan gul keldi, bulgari keldi, uzi keldi deb boshqa kelin poshshalarni hayotini xavf ostiga qo'yib, meni hayotim go'zal deyapti. Sizlar hayotinglarni dahshat qilib ko'rsatyapti-ku. Biz ishonardik siz baxtliligingizga. Nimaga siz xo'rlanganmi deysiz? Qaltirab qolyapsizlar. Keyiga qo'sha qo'yasiz, o'ylama meni, itarma meni degan. Demak, sizlar bizni shuncha payt aldagan bo'lib chiqyapsizlarmi? Jonsinlarim, sizlar birinchi o'zingizga kelishib olinglar. Sizlar baxtlimisizlar o'zi? Yo baxtsizmisizlar? Qanaqa? O'shani biz bilsak, haligi qilishimiz oson bo'ladi. Hazm qilishimiz va kirishib ketishimiz, siz o'ynayotgan rolga biz ham shu ishonishimiz oson bo'ladi.